Assalomu alaykum do'stlar. Bundan oldingi darsda qanaqa qilib YouTube kanalni noldan ochishni ko'rib chiqqandik. Ham telefonda, ham kompyuterning versiyasini ko'rib chiqqanmiz. Bemalol ko'rmagan bo'lsangiz qaytib ko'rsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa, hozir YouTube studiyasi bilan tanishamiz. Ya'ni tворческий shunaqa, agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, studiya. Xo'p, YouTube qidiraman. Men qidirgan ekanman. YouTube'ga kiramiz, saytiga. Hali ham hech narsa qidirmadik, bizga hech narsa rekomendatsiya qilmayapti. Qachonki qidirishni boshlasak, o'shandagina bizga birorta videoni tavsiya qiladi. Xo'p, mana bu yerda o'zimizni profilimiz, rasmimiz turibdi. Xo'p, bu yerda YouTube Studio turibdi. YouTube Studioga kiramiz. YouTube Studioga mana birinchi marta kirayotganda mana shunaqa chiqadi. Welcome to YouTube Studio. YouTube Studio has personalized insights, the latest news, insider tips, analytics and more. Ya'ni bu yerda YouTube Studioda sizni nimalar kutib turibdi. Bu yerda hamma narsa sizga, nima deydi, personalniy shaxsiyatingizga, mana kanalingizga oid bo'lgan narsalar, insightlar berib boriladi. Eng oxirgi yangiliklar YouTube'da chiqayotgan shularni berib boriladi. Har xil tavsiyalar, analitikalarni va bundan tashqari ko'plab narsalarni bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi, deyapti. Continue ni bosamiz, ya'ni davom etish. Bana bizni birinchi o'rinda kirganimizda nima chiqadi? Bizda profilimiz turibdi, your channel, user nomimiz va dashboard. Dashboardda biz общий hammasini bitada ko'rib turamiz. Mana shu o'zidan video yuklab olsak bo'ladi dashboarddan. Hali video yuklamaganimiz uchun mana bu joyida bizga hech narsa ko'rsatmayapti. Agar video yuklagan bo'lganimizda bu yerda bizda video ko'rsatib turardi. Hozir ko'rsataman. Men o'zim yuklagan o'zim profilimga kiraman. Mana YouTube Studio. Nimalar chiqadi ko'ramiz. YouTube Studio mana oxirgi qo'ygan videoim turibdi. Latest video performance. Oxirgi video haqida barcha analitikalarni ko'rsatib turadi. To'liqroq analitikaga borish uchun buni bosing deyapti. Kommentariyalar ko'rish, published videos. Eng oxirgi yuklagan videolarim turibdi ketma-ketlikda. Postlar, latest eng oxirgi postim. Mana, ya'ni YouTube'da bilsangiz post degan joyi bor. Hozir men misol uchun o'zim ishlayotgan bitta podkast fikr yetakchilari. Kirsak kanalga, mana bu yerda post degan joy bor. Ya'ni mana shu biz qo'yib boradigan postlar. Bu yerda juda ham foydali, har xil rasmlaringizni yoki bo'lsa maqolalarda har xil so'rovnomalarni o'tkazib tursa bo'ladi bu joyda. Endi dashbordga qaytamiz. Dashbord analitika kanalning общий analitikasi. Hozirgi obunachilar menda 32 ta ekan. Oxirgi 28 kunda 8 ta qo'shildi. Va men bitta video chiqardim. Undan keyin menga 8 ta obunachi qo'shildi. Xo'p, views общий 28 kunda ko'rilgan odamlarni soni mana 779 marta ko'rilgan videolarim, общий 603 soat ko'rilgan videolar hammasini hisoblaganda. Xo'p, YouTube videolarimni nimasi ko'rilish bo'yicha reytingi. YouTube kanal ochishdan oldin buni bilishingiz kerak degan 15 ta ko'rilibdi 48 soatda. Sun'iy intellekt, noodatiy kanalga xush kelibsiz degan общий analitika va oxirgi obunachilar. Ya'ni menga oxirgi bo'lib podpiska bosgan obunachilarni ko'rib turishim mumkin. Jonibek Mustafayev. Bu meni ustozim. 324 ta kanal bor ekan. YouTube yuritmaydilar, lekin obunachi bor. SMM degan profil. Zaripov Abdulatif degan. Bu ham bitta tanishimda. Shunaqa. Bu tarafda news, yangiliklarda YouTube'da o'zi ulashib boradi. Ya'ni YouTube'da chiqqan har xil yangiliklarni bu yerda bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi, tekshirib. Bu tarafda bo'lsa ideas for you. Sizga har xil ideyalar berib boradi. Mana misol uchun har xil tavsiyalar,
Mana berib boryapti mana. Studioda nima yangiliklar? Increasing shorts length. Shorts videolarda qanaqa qilib nimasi oshgan, shularni bemalol ko'rsa bo'ladi. Kanalni ruxsat berishni qanaqa qilib boshqacha yo'llari. Expansion. Yana bu YouTube communityda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Shularni hammasini ko'rib olishingiz mumkin bu dashbordda. Hozircha shu dashbord bilan hozir tanishib chiqdik. Bo'lni hammasini bilib oldik. Endi keyingi safar biz content bo'limini ko'rib chiqamiz. Rahmat. Bemalol videolarni kuzatib boring. Agar shu mavzuga YouTube'ga qiziqadigan do'stlaringiz yoki tanishlaringiz bo'lsa, ularga ham ulashib qo'ysangiz, juda ham foydali bo'lardi. Rahmat hammaga. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.